Assalomu alaykum. Shoir Rustam akani muxlislari. Biz bugun Rustam akani bog'iga keldik. Mana shu Rustam akani bog'i bo'ladi. Mana noklari, mana qulpunoylari. Mana bu Rustam aka nafaqat shoir, bog'bon ham. Chiroyli qaraga bog'larini mana. Mana noklarini qaranglar. Mana kichkinagina nokchan olganini. Serhosil. Qarashda ham gap ko'p-da. Yaxshi qarar ekan. Dehqon ekan. Biz shoir deb o'ylasak, dehqonchiligi ham bor ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nimalar ko'rsatyapsan? Keling. Bir ijodingizdan bir ikkita. Ikki misra aytib beraman. Ha? Ko'rsatmayishdi mana. Mani bog'im juda katta. 40 sotlik bog'im bor. Xudo menga berganmi? Mani qatorimda ularga ham bersin. Rahmat. Ikki misra she'r aytib beraman. Rahmat. Aytganingiz kelsin. Katta. She'r aytib beray. Qani boshladik bo'lmasam. Qaysi she'rlardan aytasiz? O'zim kelgan aytaman. Yaxshisidan eshitaylik. Bilmadim. Hamma she'rimni yaxshi ko'raman. Bilmadim. Men bog'imda ham ko'rsatib berasan. Hammasini ko'rsatib berasan. Ko'rsatdim. Ikki misra aytib beraman. Daryoday qalqiydi qizni xayoli. To'xtata olmasang, oqarda ketar. Damiga olganda ishqning shamoli. Shunchaki bir qiyo boqarda ketar. Qiz ko'nglida asqar tog'lar savrati. Yarqiragan qorli cho'qqi haybati. Yuragingda bo'lmasa burgut qanoti. Shunchaki bir qiyo boqarda ketar. Mana ko'rsating mani bog'larimda. Men juda katta bog'larim bor. Yo'q, ham yo'q bog'imda. Xurmolaringiz ham rosa olibdi. Hammaga bersam men katta. Xurmolaringiz ham rosa olibdi. Buni pishiralarmikin? Bilmadim. Mana Mencha bog'larim bor. mana bu yerda qalampirlaringiz ham bor ekan, chiroyli. Bu qanaqa nav bo'ladi? Sorti buni. Mana uzun bo'ylik bor-ku. Uzun qalampirlar. Qo'chqorshoq degan shuniki deyman. Ha. Mana. Bog'ini yaxshi qarabdi Rustam aka mana. Ha. Xurmolaringiz olganini qarang-a. Xudo beribdi. Olaveradi. Buni pishirishda dagab endi sinib ketmasa bular. Xudoyim bersa so'ramaydi. Rayhonlarga ekib qo'yibsiz-a? Bu rayhonlar orasiga ekib qo'yibsiz. Qurtishmasligi uchun. Mana. Yorim bor mana. Olmangiz ham rosa olibdi. Mana olmalar, ana olmani ham ol. Ko'rsat, mana olmani ol ko'rsat. Bu olmangiz olganini qarang, bu pishirishini voy. Buni Yalmas to'kilib ketadi. Mana mana pomidorlaringiz, shu shajorga qarayman. shekalariga bolgarsklar ekib qo'yibsiz. Ha, rahmat. Bir rayhon ekkanman. Rayhonni, rayhonni foydasi bor deyshadi. Kim biladi? O'tlarni o'rib qo'yibsiz. Mana anorlar mana. Anorlaringiz ham solyapti ekan. Bu yangi anorlar. Ha. Hozir birinchi yil ushlayapti. Ha. Yanagi yaxshi ushlaydi. Ha. Bu ushalgan yo'q. Tashaveradi. Shu ushagan bo'lsa 5-6 ushagan. Yaxshi, mevalari yaxshi ekan. Mana anor, nechta anoringiz bor bu yerda? 50 ta anorim bor. Quvadan olib kelganman bu anorlarni. Ekkanman. O'tgan yili chala chulpa solib tashavordi. Mana bu ozgina ushadi, yanaga Xudo xolasa ushaydi. Menga Xudoyim qanday bersa, hamma muxlislarimga shunday bersin. Mendan ortiq bersin. Aytganingiz kelsin bobo dehqon. Ishlaringizga omad, topganingizga Alloh baraka bersin. Rustam aka sog' bo'ling.